Assalomu alaykum, qadrli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan biologiyani bir bo'limi hisoblangan genetika bobini boshlaymiz va masala yechishni noldan boshlab murakkab darajasigacha bo'lgan holatni albatta qo'ldan kelgancha video darslik sifatida ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Demak, genetikani boshlang'ich holati gameta olish bo'yicha boshlanadi. İçimizde biologiyani, genetikani yangi boshlayotganlar bo'ladigan bo'lsa, gameta olishdan o'rgangani ma'qulroq. Avval o'qiganlar bo'lsa, bu mavzu biroz sodda tuyulishi mumkin. Lekin murakkab masalalarni yechishni albatta soddasidan boshlash kerak. Demak, sizlar bilan gameta olish mavzusidan boshlaymiz. Xo'p, darslikni Muslimbek Rahmonovning genetikadan masalalar to'plami bo'yicha shu kitobdan ko'rib ketamiz. Demak, gameta olish bo'yicha gaplashamiz. Dastlab gameta o'zi bu nima? Gameta bu jinsiy hujayra hisoblanadi. Jinsiy hujayra va bizda ikki xil jinsiy hujayra bor. Erkaklik jinsiy hujayrasi va urg'ochilik jinsiy hujayrasi mavjud. Va bizda genetik simvolga ko'ra erkaklik jinsiy hujayrasi mana bu belgi bilan belgilab beriladi. Ya'ni Marsning qalqoni va nayzasi deb ataladi. Asosan erkak organizm belgisi hisoblanadi. Hop, hayvonlarga nisbatan olsak urg'ochi, odamlarga nisbatan olsak ayollarda esa mana bu belgidan foydalaniladi. Ayollarga nisbatan va buning ma'nosi Zuhro Venera ko'zgusi deb ataladi. Mana shu belgilardan boshlanadi va bular ikkalasi ota-ona bo'lganligi uchun bularning oldiga P belgisi qo'yiladi. Ya'ni bu P belgisi parents so'zidan olingan, parents. Ya'ni ota-ona degan ma'noni bildiradi asosan. Va bularda hayvonlarga nisbatan oladigan bo'lsak, chashtirish belgisi qo'yiladi, ya'ni X belgisi. Bu chashtirish belgisi hisoblanadi va bundan olingan avlod esa F belgi bilan qo'yiladi. F1, F2, F3 va hokazo holatda ifodalanadi. F so'zining ma'nosi esa demak filia so'zidan olingan bo'lib, farzand degan ma'noni bildiradi. Shunga nisbatan olib ketiladi. Demak, genetikada qo'llanilgan simvollar asosan mana shulardan iborat bo'ladi. Demak, gameta olish sodda holatda ifodalaydigan bo'lsak, xo'p, gametalar. Demak, ikki xil gameta bor edik. Erkaklik gametasi va ayollarda demak urg'ochilik gametasi mavjud bo'ladi. Va Mendel qonuniga ko'ra bu gametalar ikki xil holda ifodalansa bo'ladi. Ya'ni dominant va resessiv. Dominant va resessiv. Dominant so'zining ma'nosi ustunlik qilish degan ma'noga to'g'ri keladi. Resessiv belgisi esa bu chekinish degan ma'noga to'g'ri keladi. Va dominant belgilar lotin alifbosida bosh harflarda ifodalanadi. Ya'ni dominant A, dominant B, dominant D shu holatda. Resessiv belgilar esa shuni aks holatda kichik belgilar bilan ifodalanadi. Resessiv A, resessiv B va resessiv D bilan ifodalab beriladi. Va bizda dominant belgilarimiz asosan ikki xil holda ifodalanishi mumkin bo'ladi. Dominant belgi ikki xil holda ifodalanadi. Ya'ni birinchisi mana bu belgi, ikkinchisi bu belgi hisoblanadi. Ya'ni birinchi belgiga to'xtaladigan bo'lsak, bu dominant gomozigota deb ataladi. Chunki ikkalasi ham bir xil, ya'ni katta holda ifodalanganligi uchun gomo qo'shimchasi qo'shiladi. Gomo degani bir xil degani. Va ikkalasi ham dominant holda katta harflar bilan ifodalanganligi uchun dominant gamozigota deb ataladi. Bunisi dominant heterozigota deb ataladi. Chunki hetero degani har xil degan ma'noga to'g'ri keladi. Dominant A bilan resessiv A har xil bo'lganligi uchun demak heterozigotalar deb ifodalanadi. Resessivlar esa faqat bir xil holda ifodalanadi. Mana resessiv gomozigota. O'zi aslida gomozigota yoki heterozigota atashning ham keragi yo'q resessivlar uchun, lekin genetikada qo'llanishda resessiv gomozigota deb ifodalanadi. Xo'p, bu gametalar qanday hosil bo'ladi? Shuni ko'radigan bo'lsak, dastlab mana bu dominant gamozigotalar qanday hosil bo'lishini ko'rib ketaylik. Bu organizmlar dominant A belgili erkak organizm gametasi bilan plus dominant A holatdagi urg'ochi organizm gametasini qo'shilishdan hosil bo'lgan. Mana dominant gamozigota deb ataladi. Keyin esa dominant heterozigota. Bu
dominant holatdagi erkak organizm gametasi bilan resessiv holatdagi urg'ochi organizm yoki ayol belgini qo'shilishidan hosil bo'lgan heterozigota holatda ifodalanadi. Resessiv holatda esa resessiv tipdagi gameta bilan yana bir resessiv tipdagi gameta qo'shilishidan hosil bo'ladi va mana shu holatda ifodalanishi mumkin bo'ladi. Va gameta olishda asosan bitta qoidasi bor. Gomozigotalar faqat bir xil gameta hosil qiladi, heterozigotalar har xil gameta hosil qiladi. Shuni asosiy qo'llanma sifatida bilib olsak bo'laveradi. Xo'p, masalan, quyidagicha to'xtaladigan bo'lsak, mana dominant gamazigotani oladigan bo'lsak, mana bu dominant gamazigot organizmdan faqat A gameta chiqadi xolos. Nimaga? Chunki buni hosil bo'lishi qanday edi? Buni hosil bo'lishi mana bir xil tipdagi gametalarni qo'shilishidan hosil bo'lganligi uchun hosil bo'lgan gameta ham faqat bir xil chiqadi. Keyingi holat, heterozigota holatda esa ikki xil gameta hosil qiladi. Ya'ni dominant A bilan, demak, resessiv A ni hosil qiladi. Chunki hosil bo'lishiga e'tibor beramiz mana. A tipdagi gameta bilan resessiv tipdagi gameta birlashishdan hosil bo'ladi. Resessiv tipdagilar ham esa bir xil turdagi gametani hosil qilish mumkin bo'ladi. Va bizda gameta topish formulasi bor. Polidrogalarni topish formulasi 2n bilan ifodalanadi. Bu nimani ifodalaydi? 2 bu o'zgarmas qiymat, n esa heterozigotalarni ifodalab beradi. Misol uchun, mana bu organizmni beradigan bo'lsa, shundan necha xil gameta chiqadi deydigan bo'lsak, demak heterozigotalar faqat bitta. Mana n o'rniga bir qiymatini qo'yamiz va 2 ni birinchi darajasi 2 xil. Ya'ni bundan 2 xil gameta hosil bo'ladi degani. Ya'ni qaysilar? Mana dominant A gameta bilan resessiv A gameta hosil bo'ladi. Shunga qarab, demak, qo'yib ketsak bo'laveradi. Mana shu holda ifodalanishi mumkin bo'ladi. Demak, gameta olishda qisqacha nazariy qismi shundan iborat bo'ladi. Demak, siz bilan masalalar tiplari bo'yicha ko'rib ketamiz. Xo'p, masalan, birinchi tip bo'yicha gaplashib ketadigan bo'lsak, quyidagi organizm necha xil gameta hosil qiladi deb ifodalaydigan bo'lsak, birinchi qiladigan ishimiz gameta topish formulasiga qo'yib olish kerak bo'ladi. Ya'ni 2n qiymati bo'ladi va e'tibor beramiz, bu joyda necha xil heterozigota bor. A ni ifodalaydigan bo'lsak, gamazigota, S ham gamazigota, faqat B ni o'zi heterozigota bo'lyapti. Ya'ni bitta heterozigota bor. Bu degani 2 ni birinchisi degani. Demak, bundan hosil bo'ladi 2 xil gameta hosil bo'ladi. 2 xil gameta hosil bo'ladi. Shu 2 xil gameta qaysi ekanligini yozamiz. Demak, birinchi usulda topadigan bo'lsak, gameta olishning birinchi usuli. Hop, organizmni yozib olamiz. Mana shu holat. 3 ta alohida xonaga ajratib olamiz. Ya'ni mana A lar xonasi, B lar xonasi va S lar xonasiga ajratib o'rganamiz. Birinchi tipdagi gametamiz A lar xonasidan ikkalasi ham bir xil bo'lganligi uchun faqat A gameta hosil bo'ladi. B lar xonasidan ikki xil gameta turibdi, dominant gameta va resessiv gameta. Va hamisha esimizda bo'lsin, doim dominant gametalar namoyon bo'ladi. Uchinchi S lar xonasi esa ikkalasi ham resessiv ekan, demak ikkalasidan bittasi qoladi. Mana birinchi tipdagi gametamiz. Endi ikkinchi tipdagi gametamiz. Hop, yana A lar xonasiga yuzlanamiz. A lar xonasida yana dominant A dan boshqa gametamiz yo'q. B lar xonasiga yuzlanamiz. B lar xonasidan katta B ifodalandi. Endi bizda kichkina B qolyapti. Kichkina B deb ifodalaymiz va resessivlardan faqat o'sha chiqadi. Demak, mana ikki xil gameta hosil bo'lyapti. Bu birinchi usul. Endi ikkinchi usulimiz qanaqa bo'ladi? Ikkinchi usulimiz bu shoxlanish usuli deb ataladi. Ya'ni shoxlanish usuli shuki, dominant gamazigota organizmlar bir xil gameta hosil qiladi, heterozigotalar ikki xil gameta hosil qiladi. Shunga nisbatan olib ketamiz. Misol uchun, mana organizmni yana boshqatdan yozamiz. A lar bir xil bo'lganligi uchun ikkalasidan bittasini yozaverasiz. Mana katta A. B lar ikki xil bo'lganligi uchun bundan bitta shox chiqarasiz, bundan bitta shox chiqarasiz. Mana S lar ham bir xil bo'lganligi uchun bundan kichkina, bundan sinasi chiqarasiz. Mana. Endi birinchi gametani yozadigan bo'lsak, birinchi gameta mana katta A, katta B va kichkina S. Katta A, katta B, kichkina S. Ikkinchi gametamiz mana katta A, kichkina B va kichkina S. Mana shu usulda chiqarsangiz ham bo'laveradi. Bu ikkinchi usul hisoblanadi.
Hop, keyingi tipdagi masalani ko'radigan bo'lsak, ikkinchi tipimiz. Shu organizm necha xil gameta hosil qiladi deyapti. Demak, formulaga qo'yib olamiz. Bu yerda e'tibor bergan bo'lsak, bitta, ikkita heterozigota bor. Demak, 2 ni kvadrati bo'ladi. 4 xil. Demak, shundan 4 xil gameta olishimiz kerak ekan. Yozib olamiz. Mana. Hop, birinchi tipdagi gametalar, demak, alohida xonaga ajratib olamiz. A'lar xonasi, B'lar xonasi, C'lar xonasi. Birinchi tipdagi gametamiz. A'lar xonasidan katta A chiqadi, B'lar xonasidan katta B. C'lar xonasidan esa katta C chiqadi. Ikkinchi tipdagi gametamiz, demak, A'lar xonasidan katta A. Endi bunda o'zgartirishni orqadan boshlaymiz, ya'ni C ni o'zgartiramiz endi. Qolganlar shunda yozilaveradi, mana. C ni o'zgartiramizsa, ikkalasi ham bir xil gamma zigota gameta ekan, bu o'zgarmaydi. Endi B ni o'zgartiramiz. Demak, katta B o'rniga kichkina B ni yozamiz. Ya'ni mana o'zgargan gametani yozamiz. Mana kichkina B va katta C. Demak, bizda o'zgargan gameta kichkina B bo'lyapti. Hop, uchinchi tipdagi gametamiz. Demak, C'lar o'zgardi, B'lar o'zgardi. Endi kimni o'zgartiramiz? A ni o'zgartiramiz. A da endi katta A ni o'rniga mana kichkina A ni qo'yamiz. Kichkina A mana o'zgardi. Qolgan katta B bilan katta C ni shunda yozamiz. Ya'ni uchinchi tipdagi gametani yozish uchun birinchi tipdagi gametaga qarasak bo'ldi. Katta A ni o'rniga kichkina A ni yozib qo'yamiz. Hop, to'rtinchi tipdagi gametamiz esa yana mana kichkina A o'zgaryapti bizda. Kichkina A o'zgaryapti. Qolgan kichkina B, katta C o'zgargani yo'q. Demak, 4 xil gameta hosil bo'lyapti. Endi shoxlanishga qo'yadigan bo'lsak, A'lar alohida yoziladi heterozigota bo'lganligi uchun mana. B'larni ham alohida yozamiz. B. Bunga ham xuddi shu tipda alohida berib chiqamiz katta B'larni. Endi C'lar bir xil bo'lganligi uchun alohida yozib chiqarasiz. Mana. Demak, birinchi gameta mana. Birinchi tipdagi gametamiz katta A, katta B, katta C. Mana birinchi tipga to'g'ri kelyapti. Keyingisi katta A, kichkina B, katta C. Mana ikkinchi tipdagi gametaga mos kelyapti. Keyingisi kichkina A, katta B, katta C. Mana uchinchi tipdagi gametamiz. To'rtinchisi esa kichkina A, kichkina B, katta C ga to'g'ri kelyapti. Mana shu holda ifodalashimiz mumkin bo'ladi. Demak, bizda 4 xil gameta hosil bo'lyapti. Biz endi ishlanish oson bo'lishi uchun noldan tushuntirib ketyapmiz. Savollarda chiqsa, oson topish yo'li heterozigotaga qarab aniqlab qo'yaverasiz. Demak, bitta heterozigota, ikkita heterozigota. Demak, 2 ni kvadrati bo'ladi. 4 xil gameta chiqadi, olib qo'yamiz. Masalan, mana keyingi tipdagi masalani ko'radigan bo'lsak, heterozigotalar sanaymiz mana. Bitta heterozigota, ikkita, uchta heterozigota. Demak, 2 ni kubi bo'ladi. Bundan 8 xil gameta hosil bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni 2 ni 3 degani bu 2 ni 3 ga ko'paytirib 6 olamiz emas. Bu xato bo'ladi. E'tibor bering. 2 degani. Buni ham tushunmaydiganlar bo'lishi mumkin. Demak, shunda 8 xil gameta hosil bo'ladi. Demak, birinchi tipimiz shu. Keyingi tipga to'xtaladigan bo'lsak, demak, gameta topish formulasi 2 ni kvadrati bo'lgan organizmlar genotipini belgilang degan savol tushgan birinchisida. E'tibor beramiz, 2 ni kvadrati deyapti. Demak, biz bundan nimani bilsak bo'ladi? Kvadrat nimani ifodalaydi? Heterozigotalar sonini ifodalab beradi. Demak, biz heterozigotalar soni 2 ta bo'lganlarni qidirib topishimiz kerak. E'tibor beramiz A javobga. Bu javobda heterozigotalar yo'q, hammasi gamma zigota. B javobda faqat B ni o'zi heterozigota, ya'ni bu 2 ni birinchisiga to'g'ri keladi. Faqat 2 xil gameta chiqadi. Keyingisida ham A ni o'zi heterozigota, bu ham 2 ni birinchisiga to'g'ri kelib qoladi. Mana D javobda 2 ta heterozigota bor, 2 ni ikkinchisi. Demak, bizning javobimiz shunga to'g'ri keladi. Keyingisi, ya'ni 2 ni kubi bo'lish kerak ekan, heterozigotalar 3 ta bo'lish kerak. A javobda demak heterozigotalar yo'q. B javobda bitta heterozigota, ikkita heterozigota, 3 ta heterozigota. Demak, ana javobimiz to'g'ri kelyapti. Keyingisi 2 ni kvadrati bo'lganlar bo'lsa, demak, heterozigotalar soni 4 taga to'g'ri kelishi kerak. Bu ikkinchi tipimiz. Uchinchi tipimizga o'tadigan bo'lsak, endi nomlash. Gametalar nomlash holati ham ketishi mumkin. Mana birinchi va ikkinchi belgisi bo'yicha dominant gamma zigota deyapmiz. Demak, shu yergacha topib olamiz. Birinchi, ikkinchi belgisi bo'yicha dominant gamma zigota. Mana birinchi belgisi bo'yicha dominant gamma zigota,
ikkinchi belgisi bo'yicha dominant gamma-zigota. Keyingisi uchinchi belgisi bo'yicha resessiv gamma-zigota, ya'ni kichkinasi. Shuni genotipini xuddi shunaqa genotip topishimiz kerak ekan. Demak, bizda to'g'ri keladi. D javobga mos keladi. Keyingisi demak birinchi belgisi bo'yicha resessiv gamma-zigota mana shugacha. Birinchi belgisi bo'yicha resessiv gamma-zigota, ikkinchi, uchinchi belgisi bo'yicha dominant heterozigota mana. B bo'yicha heterozigota, S bo'yicha heterozigota. Bunaqa javob demak A javobga to'g'ri kelyapti. Keyingi tipimiz mana shundan iborat bo'ladi. Demak, gameta olish darsimiz mana shu. Murakkab dars emas, tushunarli bo'ldi deb umid qilaman. Video yoqqan bo'lsa, podpiska bosamiz, like bosamiz va genetikani noldan boshlayotgan do'stlarga jo'natib qo'yamiz. Genetika darslarini ham davom ettiramiz va keyingi darsimiz Mendelni birinchi qonuni bo'yicha bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.